Mira. Mana qariyb 800 kilogramli ot. Mira bu kabila. Ya'ni ayol ot. Juda katta. Mana mashalani o'zi 100 kilo chiqadi. Yo'ntayda apilka. To'kilgan. Juda ajoyib sena. O't deydi, o't. O'tiydi mana bu yerga avtopoyga mana suv. Mana bu yerga ovqat yeydi. Bu yoqqa osh tuzi. Mol tuzida, mol tuzi. Shunday qilib yevradi bular. Xonasi. Bu yoqqa deraza qo'yilgan. Tepasi temirdan, yo taxta. Ajoyib tepada havo aylanish uchun juda katta ob'yom bor. Mana buni otxona deydilar.